Akalar, assalomu alaykum, tuzumsizlar. Mashinaga qiziq odamlar bo'lsa, mashina sotib olaman degan odamlar bo'lsa, akalarda yaxshi variant chiqdi. Shuni bir ko'rsanglar. Mashinamiz Skoda Rapid 2020-yil. Tashqi holatini bir ko'ringlar. Mashinaga yaxshi qaralgan, avaylab, eslab, yaxshi, chiroyli holatda saqlangan mashinalardan. Albatta kuzovda bir ikkita joylarda vmetinka bor. Bilasizlar, ko'chada ko'p yurgan odamda o'zida bo'lmasdan, buni bo'lmasdan iloji yo'q. Buni yaqinda mashina uryapti. Buni egasi sotishdan oldin albatta qilib beraman deyapti, muammo yo'q. Tashqi ko'rinishlarini ko'rsanglar bo'ladi. Holat zo'r, yaxshi qaralgan. Rezina kumxo yumshoq, 80% qolgan. Hadovoy taraflariga kelsangiz, yaxshi, bemalol olib haydasa bo'ladi. Ichki holatini ko'raman degan odamlarga mana salonimizning ichi toza ozoda, qaralgan, yuvilgan. Albatta chexolimiz 55%lik. Xohlagan odamlar almashtirib olsa yaxshi bo'ladi, lekin shunday haydab bersangiz ham yomon emas. Oldin holatga kelsak, endi ko'p o'tirilgani sababidan mana ko'rsanglar yeyilib ketgan. Almashtirib olsangiz ham yomon bo'lmaydi. Ichki holat, komplektatsiyamiz oddiy, 4 ta stiklopodъемник, fotograf sideniy, motor 1.6, avtomat korobka 1.6, probegimiz 420 ming. Ichki holatimiz ko'rsanglar bo'ladi. To'pi podarka ekan. Labovoyimizda ozgina treshina bor. Probega kelayotgan bo'lsak 420 ming. Sotiladigan narxda qo'yilayotgan, hozir sotuvga qo'yilayotgan narx 875 ming deyilyapti. Albatta kelsanglar, kapotni ustidan maslahat qilib yana ozgina sunnatga o'tib berishadi. Nomerlarni qoldiraman. Bemalol qiziqqan bo'lsanglar, savolinglar bo'lsa, haydab ko'rib olamiz deganinglar bo'lsa, niyatinglar bo'lsa, bemalol akalar shu nomerlarga chiqib kelib ko'rsanglar bo'ladi. 8 910 084 25 21.